tayyorlash jarayonini yanchish jarayoniga yetib keldik. Yanchish jarayoni bu maydalash jarayonidan qisman farq qiladi. Yanchish jarayonida xuddi maydalash darajasi kabi yanchish darajasi ham mavjud. Yanchish jarayoni turli tegirmonlarda olib boriladi. Sizlar qanday tegirmon turlarini bilasizlar? Yaxshi bilsalaringiz, unda o'sha sizlardagi mavjud tegirmonlar bilan solishtirib ko'ramiz. Tegirmonlar shakliga ko'ra uzun, qisqa va o'rta tegirmonlarga bo'linadi. Uzun tegirmonlar bu o'sha tegirmonning diametri uzunligidan bir necha barobar kichik bo'lsa, bunday tegirmonlar uzun tegirmonlar deyiladi. Bunda o'sha ohak sement zavodlarida asosan ishlatiladi. Rudali foydali qazilmalarni yanchish jarayonida ham ishlatiladi qisman. Keyingi tegirmonimiz o'rta tegirmonlar. O'rta tegirmonlar bu diametri tegirmonning uzunligidan teng yoki biroz kichkina. Juda katta emas, biroz kichkina. Masalan, 3.6 diametr bo'ladigan bo'lsa, uzunligi 4 metr. Qisqa tegirmonlar esa, qisqa tegirmonlarda diametri uzunligiga nisbatan bir necha barobar katta bo'ladi. Bu tegirmonning shakliga ko'ra. Yana shakliga ko'ra tegirmonlar gorizontal tegirmonlar, vertikal tegirmonlarga bo'linadi. Nimada yanchish jarayonini olib borayotganligiga qarab tegirmonlar bo'linadi. Sharli tegirmonlar, sterjelli tegirmonlar, ya'ni sak deyiladi. O'zini yanchuvchi tegirmonlar hamda boya yuqorida aytib o'tib ketdim, vertikal tegirmonlar, ya'ni vertikal holatda tegirmonning o'sha spiralsimon dastgohidan materialni yuqoriga pastga tushish hisobiga mayda yanchuvchi vositalar yordamida yanchadigan vertikal tegirmonlar hozirgi kunda o'sha zamonaviy tegirmonlardan biri hisoblanadi. Tegirmonlarning vazifasi 0.074 mm yoki 74 mikron. 74 mikron zarralarni yetkazib berish vazifasini bajaradi. Bular o'sha sharda yanchib beradimi, sterjinda yanchib beradimi, asosiy ko'rsatkich 0.074 mm. Savol tug'iladi. Nega aynan 0.074? Nega 0.065 emas? Nega 0.06 emas? Yo bo'lmasam 0.05 emas? Sizlarga savolni javobini keyingi mavzuda ko'rasizlar. Agar bilsalaringiz, javobini kommentariyaga yozasizlar. Maydalash jarayonidan kelgan ruda o'sha sredniy o'rtacha 20 mm deb bo'ladigan bo'lsa, 20 mm li rudani 0.074 mm ga keltirishimiz uchun bir bosqichdan amalga oshirish juda qiyin. Shuning uchun tegirmonlar asosan ikki bosqichli yopiq siklda ishlaydi. O'sha tegirmonlarda nima bilan yanchishiga qarab ularni ishlab chiqarish quvvati har xil bo'ladi. Hozirgi kunda yuqori mayin material mahsulot beradigan tegirmonlar sharli tegirmonlar, lekin ularni iqtisodiy tomondan olganda rasxod sarfi juda yuqori, ya'ni sharni isrof bo'lishi hamda yuqori quvvat talab qilishi bu tegirmonlarni iqtisodiy tomondan oqlamaydi, lekin o'sha mayin mahsulot berganligi uchun sharli tegirmonlardan foydalanadi. Sharli tegirmonlar baraban ko'rinishida bo'lsa, gorizontal holatda joylashgan, markazdan 45% gacha shar bilan to'ldiriladi. Ya'ni sharli tegirmonlar 45% gacha shar bilan to'ldiriladi. Bu birinchi bosqichda sharni o'lchami kelayotgan rudan o'lchamiga qarab tanlanadi. Agar bilsalaringiz, o'sha sharni o'lchamini aniqlashda formulasi bor, ya'ni kelayotgan rudaga qarab sharni o'lchamini aniqlash. Kommentariyaga yozasizlar. Bu formulani men keyingi darsligimizda o'sha 0.074 mm ni aytgan mavzuda aytib ketaman. Ya'ni shar bilan yanchsa bular sharli tegirmonlar, agar sterjinlar, ya'ni o'sha metal bo'laklari hisobiga yanchsa bular sterjinli tegirmonlar. Agar bunaqa yanchuvchi jismlari bo'lmasa, yanchuvchi jismlari bo'lmay,
rudalarning yirik bo'laklarini, mayda rudalarni yanchish hisobiga olib borilsa, bunday tegirmonlar o'z-o'zini yanchuvchi tegirmonlar deyiladi. Hozirgi vaqtda birinchi mis boyitish fabrikasida mavjud yarim o'zini qayta yanchar tegirmonlar bor. Yarim o'zini qayta yanchar tegirmonlarga boyaga aytib o'tgan 45% shar yuklanmaydi. 10%gacha tegirmonga shar yuklanadi. Ya'ni kelayotgan ruda ham sharni zarb kuchi hisobiga, ham yirik rudalarni zarb kuchi hisobiga yanchiladi. Vertikalli tegirmonlar vertikal holatda joylashgan. O'rtasida o'sha yanchiladigan mahsulotni yuqoriga chiqarib pastga tushiradigan spiralsimon dastgohlar qismlar, mexanik qismlari mavjud. Bu vertikalli tegirmonlar O'zbekistonda hozirgi vaqtda 3-mis boyitish fabrikasida qo'llanilmoqda. Bu birinchi, ikkinchi bosqichlarda menimcha iqtisodiy tomondan, texnologik tomondan o'zini oqlamasa kerak. 3-bosqich tegirmonlar 2 bosqichli, 3 bosqichli ham bo'lishi mumkin. Uni ya'ni texnologiya talab qiladigan holatga qarab bosqichlar soni ko'payib boraveradi. Bugun o'sha tegirmonlar bo'yicha qisman ma'lumot berdim. Tegirmonlarning ish rejimi, tegirmonlarni ishlash holati, tegirmonni ishlash jarayoniga ta'sir qiluvchi omillar juda ko'p. Bu bo'yicha ham aytadigan bo'lsak, juda cho'zilib ketadi. Ya'ni tegirmonlar 3 xil rejimda ishlaydi. Qisqacha qilib aytsam, kaskadniy, vodopatniy, kritiskiy. Ya'ni tegirmonni aylanish tezligiga qarab ular rejimga bo'linadi. Tegirmonlarda agar sharli tegirmon bo'ladigan bo'lsa, tegirmonlarda yuqoriga ko'tarilib sharning sharshara shaklda tushishini ta'minlasa, bu eng yaxshi unumdorlikka ega bo'lgan rejim hisoblanadi. Bu sharsharali rejim yoki vodopatniy rejim deyiladi. Bu rejimlarda o'sha texnologlar tomonidan nazorat qilinadi. Ya'ni o'sha tegirmondan chiqayotgan mahsulotning tarkibidagi 0.074 mm zarra o'zi belgilangan. Shu 60%, 70% o'sha foizdan kamayadigan bo'lsa, o'sha ishlash jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni ko'rib borish kerak. Bu yanchish jarayonida klassifikatorlar ishlatiladi. Klassifikatorlar o'sha yirik materialni yana tegirmonga qaytarib berish, ya'ni yopiq siklda ishlashni ta'minlaydi. Keyingi darsligimizda klassifikatorlar bo'yicha fikr almashamiz. Bugungi darsimiz faqat o'sha tegirmonlar, ularning turlari, ishlash vazifasi haqida gapirishib o'tdik.